tillarini o'qitish kursining 1-kurs talabasiman. Bugun biz Adiblar xiyoboniga keldik. Barcha juda ham zo'r bo'lyapti bu yerda tadbir. Tiv zo'r. Birinchi haftadan bizga shunchalik sharoit yaratib berib, imkoniyatlar qilib berishgan uchun ularga ham rahmat deymiz. Men o'zim ham bu universitetni tanlaganimdan umuman afsuslanmayman, chunki juda ham sharoitlari zo'r. Hammaga bugun Tiv universitetida juda katta ko'tarinki ruhda bayram bo'lyapti. Buning uchun hamma Tiv universiteti rahbarlariga kattakon rahmat aytaman. Rahmat. Assalomu alaykum. Bugungi tadbirimiz juda ham ajoyib bo'ldi. Tiv universiteti tomonidan tashkil qilindi va o'yin kulgular ham juda avjida bo'ldi. Ayniqsa chet ellik turistlarimizni ham o'zimizga jalb qila oldik. 1-kurs maktabi loyihasi doirasida universitet tomonidan menga Gold kartochkasi sovg'a qilindi va bu bilan men 3 oy davomida 3 ta tilni o'rganishim mumkin.